Deydi. Hop. Abu Sahiy bozoridan любой narsani tanlay sizga olib beraman. Sovchilar borganda ota-onangiz karilayotdi-ku, hamma sharoitini qilib beraman. Xohlagan narsasini olaversin kuyovimiz. Ey nokas. Nima birovni mushtipar qiziga baqirib gapiryapsan? Ko'rmaysizmi? Yaqinda to'yimiz aka, parda olib beramiz, karillagan ota-onasi. Hech narsa olib bera olmayapti. Sharoiti ham yo'q, puli ham yo'q bular. Ya o'char sharmanda. Ko'ryapsan oyajon, zamon qanaqalarga qoldi. O'zi necha yilgi zarin pardalarda turibsan. Bu yerda narxlar ham qimmat emas. Xohlagan turdagi pardalaring bor. Respublikaga optim narxlarda berishadi bular. Tikuvchilari ham bor, uyingga borib o'zlari tikib berishadi. O'zing ol erkak. Kuyov. Sizga ham biz olib berganmiz-ku. Parda bilan mebelli. Onajon, siz ketyapsiz, uyimizdan faiz ketyapti, ishoning. Ana faiz ketdi. Yamonam aktyor ekansiz. Yonayni ham sani qaytib kelmasin, tushundingmi? Borsin boshqa qizlarnikiga pishirib qo'yibdan bizga kelib oladi. Kuyov, hamilyon ekansiz, a? Asl basharangizni ko'rdim. Ketding, iltimos sizdan onajon. To'g'ri, aktyorman men. Men mana shunday qaynonam kelsa tushlanaman, hamilyon bo'lib qolaman. Charchadim ona. 3 kundan beri qiynab yordingiz. Rol o'ynab charchadim onajon. Oshqi beraman deysiz degandingiz. Ha, umrimni yedingiz-ku.